Men Boqiva Salimaman. Rahmatli Boqiv Zafar aka ayoliman. Suv ta'minotga ishga kirdilar. Dadasini ishdan chiqarib o'zlari kirdilar. Kamida bilmayman, bir 8 yilmi ishladilar, 7 yilmi ishladilar. Suvda yaxshi, o'sha ishxonalarni yaxshi ko'radilar, suv ta'minotni. Tinim bilmagan inson edilarda. Har doim telefon qilaman borganlardan keyin dadasi yaxshi bordingizmi deyman. Ha, keldim derdilar. O'sha paytda qildim. Yetib bordingizmi desam, ha dedilar. Obedga ovqat yeng dedim. Xo'p. O'sha oxirgi paytda 9 da gaplashgan. 9 da ovozlarni eshitib, shu telefon qilaman ko'tarmaydilar, bittasi ko'tardi. Ishda dedi, yana uxlatdim. Kichkina bola 11 oylik chaqaloq edi. Bosonqirab yugurib turdim. Yana telefon qildim. Kim bo'lasiz dedi. O'sha erkak bilmayman, u kim lekin. Men aytdim, men ayol bo'laman. Qani meni xo'jayinim. Obilmaysadan toping xo'jayingizni dedilar. Shu uchdim o'zi ham, uchib borib o'qisam, bitta mesestra morgda dedi. Ana shu yerda bo'larimchi bo'lganman. Qiyin ekan. Erkaksiz uyda 4 ta bola bilan qolganman mana. Bitta qizimni chiqardim, Xudoga shukr. Dadasi qiyin ekan baribir. Katta qilish. Kichkinam dada deydi, dadasini ko'rmagan. Tanimaydi ham, rasmni ko'rib dadam deydi, xolos. Ularga aytib turib, dadang yoniga boramiz. Sizlarni ko'rmasa xursand bo'lib ketdim. Erimni hurmati katta ekan, ishxonalarda mana eslab keldilaringiz. Rahmat. O'rnlari juda katta ekan yoqda. Hurmatlari bor ekan. Eslab keldilaringiz. Xursand bo'ldim lekin eslab kelganlaringiz uchun.